Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2026-yilning 9-yanvari juma kuni. Soat 8dan 16 minut o'tdi. Bugun uspet etmedim do'stlar. Xudo xolasa, oldimizdagi 5-kundan boshlab turib omadli taksi loyihasini yo'lga qo'yganmiz, xudo xolasa. Skryt kameralar bilan, ya'ni klientlarni rozi etgan holda videoni syomka etib Instagram bilan YouTube kanalimizga qo'yamiz. Shu birdan 3 oy bo'lgan klientlarimizni bepul manzilga olib boramiz. Faqat u videoni internetga qo'yilishini rozi bo'lgan klientlar. Bir klientdan 3 klientgacha. Do'stlar, yaxshi, manfaatli, qiziqarli, hech kimning ko'nglini deydigan, hech kimga tak qo'ymaydigan, birovni yangsilamaydigan videolarni qo'yishga harakat etaman. Hammangizga omad. Shuni so'rayman, agar qiyin bo'lmasa, meni Instagram profilim bilan YouTube profilim ikkisi bir yerda turadi. Bir-biridan shapka bo'lib, podpiska bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, inshaalloh Xudo xolasa ko'p odam ko'radi deb o'ylayman. Chiroyli videolarni, sizlarga yoqadigan videolarni qo'yishga harakat etaman. Hammangizga katta rahmat.